Hammaga assalomu alaykum. Toyota Camry mashinasini motor qilish uchun olib qolganmiz. Bu mashinada bo'layotgan muammoni hozir eshitishlaring mumkin. Yurgizing. O'tiring. Muammomiz shundan iborat. Buni motori taqilab ishlayapti. Xohlasa mashinani motorini chochib nimadanligini aytib va mana shu mashinani motor qilsa nechta pul ketishliklarini polnosini tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Do'stlar, mana shu holatda Camry mashinamizni motorini tushirib oldik. Buni chochib ichida nima muammo bo'lganligini ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana Camry'mizni ham motorini taqillagan holatda olib qoldik. Mana motorlarni ham yechib oldik. Buni sababini ko'rsataman dedim. Mana sababini ko'rsatib mumkin. Yaqinroq olib keling. Mana birinchi porsiyon bilan 4-porsionda stuk bor. Taqillash shundan ekan. Ikki bilan hammasida ekan. 1 2 3 4 val o'sha shatunlar urgan ekan. Hozir qani yechamiz va ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlaring mumkin. Mashina holat. Mana bitta pastelni ham yeb qo'yibdi. Shu balansirovочный vallarni ko'rishlaring mumkin. Vkladishi yaxshi. Mana bittasi ko'rganingdek chatoq mana. Raspredov balansirovочныйлari. Endi mana shu tag qismini qani. Endi mana do'stlar, balansirovочный valda o'rnini mana burada. Endi tag qismi shu pastelini almashtiramiz. Chiroyli holatda motorini inshaalloh yurgizib yana yangi hayotga qaytaramiz. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Ladishli holatini. Juda ham achinarli holat. Ladishda lezva. Mana shu holga keltirgan. Ladishda lezva holatiga kelgan. Aslida qanaqa bo'lishi kerak mana. Aslida mana shu holatda ko'rishlaring mumkin. Buni ham endi shunaqa holat egalariga kelsa aytamiz, tushuntiramiz, holatni tanishtirib o'tamiz. Yo zaminda